Matbuot anjumanida davom ettiramiz. Endi jurnalistlar bilan muloqotda OGMK jamoasi bosh murabbiyi Mirjalol Qo'shaqo'sh bo'ladilar. Irodali g'alaba bilan tabriklaymiz va bugungi o'yin sizning fikrlaringiz. Ya, ajoyib o'yin guvohi bo'ldi. Avvalambor bu yerda muxlislar yutdi. Nimaiki haqiqatdan ham Nasaf jamoasi qolaversa o'tgan yil chempion bo'ldi. Juda ham yaxshi malakali o'yinchilari bor. Albatta bunga yana plus Cheran qo'shildi. Bugun o'yin birinchidan juda ham muhim edi, demakki kubok. Albatta Zaym jamoamiz yomon o'yin ko'rsatgani yo'q, lekin futbolda shunaqa narsa borki, o'sha hozir aytayotgandek malakali o'yinchilar yig'ilgan. Unaqa oddiy vaziyatdan golga aylantirib ketdi-da. O'sha birinchi golda ham, ikkinchi golda Cheranning goli o'sha anaqadir chiroyli darvozaga joylab qo'ydi. Va albatta bugun o'yin juda ham qiziq bo'ldi. Yigitlarda ko'zi yonib turgan edi. Nega o'tgan yilda o'zimizdan xatomiz bilan guruhdan chiqa olmagan edi. O'shaning uchun ham harakat qildi va haqiqatdan ham bugun yaxshi o'yin ko'rsatishdi. 2-0 bo'lishiga qaramasdan yigitlar ruhan tayyor edi va albatta bundan muxlislar yutishdi va fursatdan foydalanib muxlislarimizga qolaversa oxirigacha kurashganligi men har doim aytib kelganman. Avvalambor muxlislar uchun, o'shaning uchun ham bu natija qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar biz maydonga chiqdikmi, muxlislar uchun birinchi o'sha yerda harakat qilishimiz kerak. Vaqt soat bilan mana o'sha natijasini berdi. O'shaning uchun ham endi nima deymiz, keyingi o'yinga tayyorgarlik ko'ramiz. Yo'q, yana muhim o'yinlarimiz oldimizda turibdi. Chempionatga уже переключаться qilishimiz kerak. Savollar ham hech qanaqa